Yetakchilar o'zidan o'zi menga vizit tashlayaptimi? Sizlarga vizitlar qabul qildim. Shuni arzon qilib beraman, sizlarga aqllarga yetmaydi, javob beraman. Ichini bitta ko'rsatgan. Saslaringizni ko'rib turibsizlar. Chotki saslani X70 Jetower degan mana shu bo'ladi. Yo, biz sizga umuman vizit tashlash niyatimiz yo'q. Shunchaki Jetour Buxarodagi mashinalarni xalqqa qanaqa afzalliklari borligini ko'rsatib berdik. Bu gapni o'zingizga olgan bo'lsangiz, bizning aybimiz yo'q akajon. Xo'sh, bu birinchi masala. Ikkinchi masala, mana bu mashinaning nomi haqiqiy Jetour X70. Yili ham unaqa eski emas, yo bir nimalar minuslari yo'q, buni pitnosi ham yo'q. Yangi avtosalonda turgan mashina. Kelasi 0 probeg o'zingiz nomingizga shuni olib chiqasiz, maza qilib haydab yurasiz. 5 yil garantiyasi ham bor buni akajon. Undan tashqari men 4000 emas, men ana uncha emas, muncha emas deb $3000 berib boraman. Bizda undan ham arzon boshlanish to'lov. 31 million so'm boshlanish to'lov qiladi. Yangi mashinani minib chiqib ketadi, haydalgan emas. Xohlasa oqini, xohlasa qorasini. Kelasiz, maza qilib olib ketishingiz mumkin. Undan tashqari boshqa viloyatdan keladiganlar uchun qilib beradigan sharoitimizni sizlar qilib bera olmaysizlar. Chunki boshqa viloyatdan keladiganlarni o'zimiz kutib olamiz, mehmonxonaga joylashtiramiz. Ishlari bitguncha ularga mana Buxoroni yaxshilab aylantiramiz, o'sh sofilarga olib boramiz. Ketayotganlarda mashinalarga parok, polik, chexollar, xulos juda ham ko'plab bonuslar qilib beramiz. Yana uzoq yo'l ketishlaridan oldin polni bak benzinlargacha solib beramiz. Yana undan tashqari pastda ko'rib turgan sovg'alaringizdan ham bir nimalar qo'shib beramiz. Mana xalqqa qilingan e'tibor, mana xalqqa qilingan sharoit. Yana nima qilib beramiz? Agar sizni qo'lingizdan kelsa, bemalol yana vizit qilib chiqishingiz mumkin. Sizlarni Jetour Buxoroda kutib qolamiz. Bunaqa vizitlarni bemalol tashlayveringlar, hammasiga javob berishga aqlimiz yetadi.